Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari. Mana bizni Agroservis do'konimizga optim narxlarda betona mishalkanamiz yetib kelgan. Va bu betona mishalkanamizni bir qator avzorlar qilib o'tamiz. Birinchi betona mishalkamiz Germaniyada ishlab chiqarilgan bo'lib, Mirolis kompaniyasiga tegishli 280 litrli 1800 vatli betona mishalkamiz. Temiz shesternali. Mana bu ishlarini ko'rishlaringiz mumkin. Materiallari ham o'ta qalin materiallardan. Ikkinchi betona mishalkamiz xuddi shu kompaniyaga tegishli 220 litrligimiz. 1,5 vat bo'ladi. Buni ishlarini ham ko'rishlaringiz mumkin. Xo'p, uchinchi betona mishalkamiz 160 litrligi. Xuddi shu kompaniyaniki. 1200 vat bo'ladi. Endi esa Rossiyada ishlab chiqarilgan rekord betona mishalkalarimiz 180 litrligi. 1200 vat bo'ladi bularni ham. Buni materiallarni ko'rishlaringiz mumkin. Buni ham o'ta materiallar qattiq bo'ladi. Mana ishlarini ham ko'rishlaringiz mumkin. Keyingi betona mishalkamiz xuddi shu kompaniyaga tegishli 160 litrligi. Buni ishlarini ham ko'rishlaringiz mumkin. Uchinchimiz bo'lsa, eng kichigimiz mana bu 160 litrligimiz bu ham Mirolis kompaniyasiga tegishli. Buni ishlarini ham ko'rishlaringiz mumkin. Va bu betona mishalkanimiz chegirma narxlarda boshlandi. Hattoki 1,5 million so'm bilan ham bemalol kelib bitta betona mishalka tanlab ketishlaringiz mumkin. Pastda qoldirilgan nomerlarga bemalol murojaat qilaverasizlar. Yetkazib berish xizmatlarimiz ham mavjud. Manzilimiz Kombinat Marg'ilon shahar Kombinat bozori ichida. Bemalol kelaverasizlar.